Kelinglar birgalikda Barselonaning keyingi mavsum barcha formalarini baholab chiqamiz. Ozroq like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqa futbol yangiliklardan albatta qolib ketmaysiz. Birinchisi bu uy libosi. Kecha bu haqida allaqachon gapirib o'tdim va meni fikrimcha bu Barselonani darajasidagi forma emas. Bu jamoa bilan biz har doim eksklyuziv o'zgacha formalar chiqarib, barcha futbol muxlislarini lol qoldirishar edi, lekin bunisi xunuk chiqqan. Va agarda siz ham meni fikrimga qo'shiladigan bo'lsangiz, bitta like bosib keting. Keyingisi esa bu mehmon libosi va menimcha bunisi juda ham chiroyli chiqqan va futbol ko'rmaydigan odamlarga ham oddiy ko'chada kiyib yurishga bu variant sifatida tuyulishi ham mumkin. Aynan shu formada Lamine Yamal keyingi yil Chempionlar Ligasida yondirishini men kutib qolaman. Ko'rinishi juda ham chiroyli, 10 dan 10 bergan bo'lardim. Xo'p, shunda 3-libos va menimcha bu ro'yxatimizdagi darhol favorit bo'lsa kerak, chunki bu nafaqat ko'rinishi chiroyli, balkimda Barselona tarixiga ham bir ishora qilib o'tadi. Agar eslagan bo'lsangiz, shunaqa rangli formada o'sha paytda Messi, Neymar, Suarez, Iniestalar ham kiyib o'ynashgan va tezroq chiqishini xohlayman. O'zimga ham yodganda bitta shunaqa formani xarid qilgan bo'lardim. Siz esa o'zingizga shu 3 ta formadan qaysi biri yoqganligini izohlarda yozib keting. Va agarda Real Madrid keyingi mavsum qanaqa formalarda o'ynashini bilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq Telegram kanalimizga kiring. Chunki u yerda ularni 3 ta formalarini ham qo'yib ketdik. Ishoning, kirsangiz ham kulasiz, ham yig'laysiz.